Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Kaliforniya qizilchuvalchang begim ismli qiziquvchilar. Andijon viloyati Izboskan tumanidan Nur Muhammad Kaliforniya qizilchuvalchanglari begim ismli shug'ullanamiz. Mana bugun Xudo xolisa, hop 1-aprel, hop navbatdagi mijozimizga, ya'ni klientimizga 1 kvadrat chuvalchang zakaz qilgan edi. Hozir ular solish jarayonini boshladik. Xudo xolisa chuvalchanglarimiz ichliklari yana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Son jarayonlarni ham bir qator video qilib qo'yaylik dedik. Hop, kimga chuvalchang kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hop, ikkita banan korobkasi bizning hisobimizda 750 ming so'mdan zichlilari a'lo darajada qilib solinadi. Endi solinish jarayoni ham bu o'zicha bo'lmaydi. Masalan, chuvalchang boqqan, chuvalchang qilayotganlar buni yaxshi biladi bu narsani. Qanaqa darajada solinadi, qanaqa solinadi deyilsa, mana chuvalchanglarimiz zich joyi solinadi. Ya'ni manaqa holatda solib beriladi mana. Chuvalchang zich holatda tushadi. Kimga Kaliforniya qizilchuvalchanglari begum biznes qiziqayotganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Qo'limizdan kelganicha o'rgangan bilimlarimizni hammasini o'rgatib, bilganlarimizni hammasini o'rgatib boramiz. Hozir bu joyimiz chiroyli matchli joyimiz, ya'ni mana qanaqa ko'rinyapti telefonda bilmayman, lekin xudo xolasa chuvalchanglarimiz ishlashi zo'r mana. Bu holatda aytishlar mumkin, telefonda uncha ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu holatda qilib terib solinadi. Xohlasanglar kelib o'zingizlar solishingiz ham mumkin. Ochib bemalol. Bunaqa nima yo'q, o'zim men solib beraman, siz zichni solyapsiz deyilmaydi. Xudo xolasa chiroyli qilib solinadi. Voyaga yetgan, ya'ni ishlayotgan holatdagi chuvalchanglarimiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari va mana shu biznes qiziqayotganlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin.